Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. 1 iyulgacha ayrim to'lovlarni rasmiylashtirib qo'yish kerak, aks holda keyin buni isbotlash. Qayta tiklash yoki qonuniylashtirish juda keyin bo'lib qolishi mumkin. Bu gap faqat tadbirkorlarga emas, oddiy fuqarolarga ham tegishli. Uy olgan, yer olgan, qarz bergan, aliment to'lagan, ijara puli bergan, oldindan avans bergan yoki biror xizmat uchun naqd pul to'lagan odamlarning hammasi bu ma'lumotni bilishi shart. Men bugun sizga qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun gapiryapman. Chunki ko'pchilik pulni beradi, lekin hujjat qilmaydi. Keyin nizo chiqsa men to'laganman deydi. Ikkinchi tomon esa yo'q, olmaganman deydi. Sudda, notariusda, bankda yoki davlat idorasida esa gap emas, hujjat so'raladi. Shuning uchun hozir videoni oxirigacha ko'ring. Yaqinlaringizga ham yuboring, kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Bu mavzu bugun ko'rilmasa, ertaga juda kech bo'lishi mumkin. Avval odamlar orasida bitta odat bor edi. Ishonch bor-ku, hujjatning nima keragi bor? Masalan, aka-uka o'rtasida qarz beriladi. Qo'shniga uy puli oldindan beriladi. Tanishga mashina uchun avans tashlab qo'yiladi. Ijarachi egasiga har oy naqd pul beradi. Ota alimentni qo'lma-qo'l beradi. Lekin hech qanday tilxat, bank o'tkazmasi, shartnoma yoki kvitansiya bo'lmaydi. Hamma narsa og'zaki kelishuv bilan yuradi. Oldin ham bu xavfli edi. Lekin hozirgi sharoitda yanada xavfli bo'lib bormoqda. Chunki ko'plab sohalar elektron tizimga o'tyapti. To'lovlar, shartnomalar, mulk bitimlari, ijara, qarzdorlik, soliq va majburiy to'lovlar bo'yicha nazorat kuchaymoqda. Davlat idoralari ham, sudlar ham, banklar ham endi og'zaki kelishgan edik degan gapni asosiy dalil sifatida qabul qilmaydi. Ular sizdan iz qoldirgan hujjat so'raydi. Bank cheki, terminal kvitansiyasi, notarial tasdiqlangan kelishuv, yozma tilxat, shartnoma, elektron to'lov tarixi yoki rasmiy ariza. 1 iyulgacha degan muddatning mohiyati shundaki, ko'plab holatlarda eski to'lovlarni tartibga solish, hujjat bilan mustahkamlash, tomonlar o'rtasidagi hisob-kitobni aniqlashtirib olish va keyingi bahslarning oldini olish uchun vaqt bor. Keyin esa qarshi tomon fikrdan qaytishi, hujjat berishdan bosh tortishi, tizimga kiritish muddati o'tishi yoki sizning da'vo qilish imkoniyatingiz cheklanishi mumkin. Men buni amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam pul bergan, ammo qog'oz olmagan. Pul ketgan, huquq qolmagan. Eng katta o'zgarish shuki, hozir har bir to'lovning rasmiy izi bo'lishi talab qilinmoqda. Masalan, ijara munosabatida ijarachi har oy 2 million so'm to'lab yuradi. Agar bu pul bank orqali o'tsa va izohida 2024 yil may oyi uchun ijara to'lovi deb yozilsa, ertaga nizo bo'lsa, bu dalil bo'ladi. Agar qo'lma-qo'l berilgan bo'lsa, uy egasi men pul olmaganman desa, ijarachi qiynaladi. Odam mashina sotib olmoqchi bo'lib, sotuvchiga 20 million so'm avans beradi. Ertaga notariusga boramiz deydi. Lekin ertaga sotuvchi yo'qoladi yoki narxni oshiradi. Agar avans bank orqali yuborilmagan, tilxat olinmagan, kelishuv yozilmagan bo'lsa, xaridor pulini qaytarish uchun ancha ovora bo'ladi. Telefon yozishlari ba'zan yordam beradi, lekin u ham yetarli bo'lmasligi mumkin. Uy-joy va yer bilan bog'liq to'lovlarda esa masala yanada jiddiy. Ko'pchilik hali kadastr to'liq bo'lmagan uyga pul beradi. Yerning egasi boshqa odam bo'ladi. Uy boshqa odam nomida bo'ladi. To'lov esa 3-odamga beriladi. Keyin rasmiylashtiramiz degan gap bilan 1 million, 2 million, hatto 5 million so'mlik to'lovlar qilinadi. Lekin keyin merosxo'r chiqadi, taqiq chiqadi, qarzdorlik chiqadi, uy garovda ekani aniqlanadi. Siz pul bergansiz, lekin hujjatda siz yo'qsiz. Mana shu eng katta muammo. Birinchi navbatda qo'lma-qo'l pul berib yurganlar xavotir olishi kerak. Agar siz qarindoshga, tanishga, qo'shniga yoki hamkorga katta miqdorda pul bergan bo'lsangiz, darhol hujjatlashtiring. U mening jiyanim, u mening do'stim. U bilan 20 yildan beri tanishmiz degan gaplar huquqiy kafolat emas. Bugun munosabat yaxshi bo'lishi mumkin. Ertaga nizo, kasallik, vafot, meros, ajrim yoki moliyaviy qiyinchilik chiqsa, hamma narsa o'zgaradi. Ikkinchi guruh, alimentni norasmiy to'layotganlar. Masalan, ota har oy bolasiga 1 million 500 ming so'm beradi, lekin bank orqali emas, sobiq turmush o'rtog'ining qo'liga beradi. 3 yil o'tib ona u aliment to'lamagan deb da'vo qilsa, ota to'laganini isbotlay olmasligi mumkin. Shuning uchun alimentni faqat bank orqali izoh bilan oluvchining nomiga yuborish kerak. Izohda falon farzand uchun aliment to'lov deb yozish juda muhim. Agar pulni naqd bersangiz, har safar tilxat oling.
Tilxatda sana summa kimdan kimga, nima uchun berilgani yozilsin. 3-guruh ijarachilar va uy egalari. Uy egasi shartnoma qilmaymiz, soliq chiqadi deydi. Ijarachi esa rozi bo'ladi. Lekin bu ikki tomonga ham xavf. Ijarachi ertaga haydab chiqarilsa, depozitini qaytara olmasligi mumkin. Uy egasi esa ijarachi kommunal to'lovlarni to'lamay ketib qolsa, zararni undirishi qiyin bo'ladi. Agar ijara shartnomasi bo'lsa, kim qancha to'laydi, muddat qancha, garov puli bormi, kommunal xarajat kimda, uy buzilsa kim javobgar, hammasi aniq bo'ladi. 4-guruh tadbirkorlar va xizmat ko'rsatuvchilar. Usta uy ta'mirlab beradi. Mijoz 3 million so'm to'laydi, lekin shartnoma yo'q. Keyin mijoz ish sifatsiz deydi. Usta pulni to'lib bermadi deydi. Agar ish hajmi, muddat, material narxi, avans, yakuniy to'lov, kafolat shartlari yozilmagan bo'lsa, ikkala tomon ham yutqazadi. Ayniqsa qurilish, mebel, avtomobil ta'miri, to'y xizmatlari, reklama, internet xizmatlari kabi sohalarda yozma kelishuv juda zarur. Agar siz barcha to'lovlaringizni bank orqali qilayotgan bo'lsangiz, izohlarni to'g'ri yozayotgan bo'lsangiz, shartnoma va kvitansiyalarni saqlayotgan bo'lsangiz, sizning holatingiz ancha xavfsiz. Masalan, kreditni bank ilovasi orqali to'laysiz. Kommunal to'lovlarni rasmiy platforma orqali qilasiz. Ijara shartnomangiz bor. Aliment bankdan o'tadi. Qarz shartnomasi notarial tasdiqlangan. Bunday holatda sizda dalil bor. Lekin shuni ham aytaman. Bank orqali pul yuborishning o'zi har doim yetarli emas. Pul izohida nima uchun yuborilgani ko'rsatilmasa, keyin nizo chiqishi mumkin. Masalan, siz 1 million so'm yubordingiz. Qarshi tomon bu qarz emas, sovg'a edi deyishi mumkin. Yoki bu uy uchun avans emas, eski qarzini qaytardi deyishi mumkin. Shuning uchun har bir to'lovda izoh bo'lishi kerak. Qarz, ijara, avans, aliment, xizmat haqi, oldi sotdi bo'yicha boshlang'ich to'lov kabi aniq yozuvlar keyin sizni himoya qiladi. Birinchi misol. Bir fuqaro tanishiga 7 million so'm qarz beradi. Qarz oluvchi 2 oyda qaytaraman deydi. Pul naqd beriladi, tilxat yo'q. 2 oy o'tadi, pul qaytmaydi. Qarz beruvchi sudga bormoqchi bo'ladi. Lekin qo'lida dalil yo'q. Guvohlar bor, lekin guvohlarning so'zi har doim ham yetarli emas. Agar o'sha kuni oddiy tilxat yozilganda, unda pasport ma'lumotlari, summa, muddat va imzo bo'lganida vaziyat butunlay boshqacha bo'lardi. Ikkinchi misol, oila hovli sotib olmoqchi bo'ladi. Sotuvchi kadastrni keyin qilib beraman deydi. Xaridor 1 million so'm beradi, uyga ko'chib kiradi. 1 yil o'tib uy aslida meros mulki ekani. Boshqa merosxo'rlar ham borligi ma'lum bo'ladi. Sotuvchi esa pulni ishlatib yuborgan. Lekin hujjatda mulkdor emas. Bunday holatda yillar davomida sudma-sud yurishga to'g'ri keladi. Shuning uchun mulk bo'yicha pul berishdan oldin kadastr, mulkdor, taqiq, garov, meros, qarzdorlik hammasi tekshirilishi kerak. 3-misol, ota farzandi uchun sobiq turmush o'rtog'iga har oy pul berib keladi. Hech qanday kvitansiya yo'q. 3 yil o'tib aliment bo'yicha qarzdorlik hisoblanadi. Ota men berib kelganman deydi, lekin isbot qila olmaydi. Natijada u bir necha 10 million so'm qarzdor sifatida chiqib qoladi. Agar har oy bank orqali yuborganda bunday muammo bo'lmas edi. 4-misol, tadbirkor mahsulot yetkazib berish uchun 1 million so'm oldindan oladi. Lekin shartnomada muddat aniq yozilmagan. Xaridor 1 haftada kelish kerak edi deydi. Sotuvchi 1 oy degandik deydi. Nizo chiqadi. Agar shartnomada mahsulot nomi, soni, narxi, yetkazish muddati, kechiksa javobgarlik pulini qaytarish tartibi yozilganida, tomonlar bahslashmas edi. Endi ko'pchilik so'raydi. Hamma to'lovni ham notariusdan o'tkazish shartmi? Yo'q, hammasi shart emas. Masalan, kichik kundalik to'lovlar uchun bank cheki yoki elektron kvitansiya yetarli bo'lishi mumkin. Lekin katta summa, mulk, qarz, avans, ijara, aliment, sheriklik yoki xizmat shartnomasi bo'lsa, hujjat qanchalik rasmiy bo'lsa shuncha yaxshi. Yana bir nozik jihat, tilxat oddiy qog'ozda yozilsa ham, unda muhim ma'lumotlar bo'lishi kerak. Faqat pul oldim deb yozish kamlik qiladi. Kim oldi, kim berdi, qancha oldi, qachon oldi, nima maqsadda oldi, qachon qaytaradi, qaytarish shakli qanday, pasport yoki aydad ma'lumotlari. Telefon raqami, manzil va imzo bo'lishi kerak. Agar imkon bo'lsa 2 nusxada yozing. Har ikki tomonda bir nusxadan qolsin. Bank o'tkazmasida ham xatolar bo'ladi. Odamlar izoh yozmaydi yoki noto'g'ri yozadi. Masalan, qarz yuborib, izohga salom yoki pul deb yozadi. Bu dalilni zaiflashtiradi. To'g'risi, 2024 yil 10 maydagi qarz shartnomasi bo'yicha 20 million so'm yoki iyun oyi ijara to'lovi deb yozish. Agar ilovada izoh yozish imkoniyati bo'lmasa,
alohida yozishma qiling va men sizga falon maqsadda falon summa yuboryapman. Tasdiqlaysizmi deb yozing. Qarshi tomon ha tasdiqlayman deb javob bersin. Yana bir xavf pulni boshqa odam kartasiga yuborish. Masalan, uy egasi kartam ishlamayapti. Opamning kartasiga yuboring deydi. Keyin uy egasi men pul olmaganman deyishi mumkin. Shuning uchun pul kimga tegishli bo'lsa, o'sha odamning hisobiga yuboring. Agar boshqa odam kartasiga yuborishga majbur bo'lsangiz, yozma tasdiq oling. Falon shaxsning kartasiga yuborilgan pul mening nomimdan qabul qilindi deb. Yana bir nozik masala eski to'lovlarni rasmiylashtirish. Agar siz avval pul bergan bo'lsangiz, hozir qarshi tomon bilan uchrashib hisob-kitob dalolatnomasi tuzing. Unda falon sana holatiga ko'ra falon shaxsdan falon summa olganini tan oladi deb yoziladi. Bu juda foydali hujjat. Agar qarzning bir qismi qaytarilgan bo'lsa, qolgan summa aniq ko'rsatiladi. Masalan, 100 million so'm qarz berilgan, 35 million qaytarilgan, 65 million qolgan. Mana shu raqamlar yozilmasa, keyin har kim har xil gapiradi. Birinchi qadam, barcha eski to'lovlaringizni ro'yxat qiling. Qog'ozga yoki telefoningizga yozing. Kimga qancha pul bergansiz, nima uchun bergansiz, qachon bergansiz, qanday bergansiz. Hujjat bormi yoki yo'qmi? Bu ro'yxat sizga qaysi joyda xavf borligini ko'rsatadi. Ikkinchi qadam, hujjatsiz to'lovlar bo'yicha qarshi tomon bilan bog'laning. Keling, hisob-kitobni aniq qilib qo'yaylik. Ikkalamizga ham yaxshi bo'ladi deb ayting. Buni janjalga aylantirmang. Odamlar ko'pincha hujjatdan qo'rqadi. Lekin siz tushuntiring. Bu ishonchsizlik emas, tartib. Uchinchi qadam, agar qarz bo'lsa, qarz tilxati yoki qarz shartnomasi tuzing. Summa katta bo'lsa, notariusga boring. Notariusda rasmiylashtirgan hujjat keyin undiruv jarayonida ancha kuchli bo'ladi. Qarz muddati foiz bormi yoki yo'qmi, kechiktirilsa nima bo'ladi? Hammasi yozilsin. 4-qadam, agar ijara bo'lsa, ijara shartnomasi tuzing. Uy egasi va ijarachining ma'lumotlari, manzil, oylik to'lov, depozit, kommunal to'lovlar, muddat uydan foydalanish qoidalari yozilsin. To'lovlarni imkon qadar bank orqali qiling. Har oy izoh yozing. 5-qadam, agar aliment bo'lsa, faqat iz qoldiradigan yo'l bilan to'lang. Bank o'tkazmasi eng qulay yo'l. Izohda farzandning ismi va to'lov maqsadi ko'rsatilishi kerak. Agar naqd berilsa, har safar tilxat oling. Bir marta umumiy tilxat emas, har bir to'lov bo'yicha alohida tasdiq yaxshi. 6-qadam, agar uy, yer, mashina yoki qimmat mulk bo'yicha avans bergan bo'lsangiz, darhol kelishuvni rasmiylashtiring. Notariusga boring, mulk hujjatlarini tekshiring, taqiq va garov bor yo'qligini aniqlang. Pulni hujjatsiz bermang. Bugun pul bering, ertaga hujjat qilamiz degan gap eng xavfli gaplardan biri. 7-qadam, barcha kvitansiya, chek, shartnoma, yozishma va tilxatlarni saqlang. Telefoningiz almashtirilsa, yozishmalar yo'qolib ketmasin. Muhim hujjatlarni suratga olib, bulutli xotirada yoki alohida joyda saqlang. Qog'oz hujjatlarni esa namlik, yong'in yoki yo'qolishdan ehtiyot qiling. 8-qadam, agar qarshi tomon hujjat qilishdan bosh tortsa, bu signal. Demak, u ertaga mas'uliyatdan qochishi mumkin. Bunday holatda yangi pul bermang. Mavjud holat bo'yicha yuristga, notariusga yoki tegishli idoraga murojaat qiling. Ba'zan bitta maslahat millionlab so'm zararlarning oldini oladi. Agar siz oddiy tilxat yozmoqchi bo'lsangiz, matnda quyidagi mazmun bo'lishi kerak. Men falonchi falon pasport yoki ID ma'lumotlariga ega fuqaro falonchidan falon summa pulni falon maqsadda oldim. Ushbu pulni falon sanagacha qaytarishga majburman yoki ushbu pul falon xizmat, ijara, avans, aliment uchun qabul qilindi. Sana imzo, telefon va manzil ko'rsatiladi. Pul raqam bilan ham, so'z bilan ham yozilgani yaxshi. Agar xizmat bo'yicha to'lov bo'lsa, ish hajmini yozing. Masalan, oshxona mebeli yasash, uy tomini ta'mirlash, avtomobil dvigatelini ta'mirlash, to'y marosimi uchun video xizmat kabi aniq yozing. Muddatni ko'rsating. Avans qancha? Qolgan pul qachon beriladi? Ish bajarilmasa pul qaytariladimi? Sifat bo'yicha e'tiroz qachon bildiriladi? Bular hammasi muhim. Agar shariklik bo'lsa, og'zaki kelishuv bilan ish boshlamang. Sen pul tikasan, men ish yuritaman, foydani bo'lamiz degan kelishuvlar juda ko'p nizoga sabab bo'ladi. Kim qancha pul kiritdi? Kim nima vazifa bajaradi? Foyda qanday taqsimlanadi? Zarar bo'lsa kim ko'taradi? Sheriklikdan chiqish tartibi qanday? Hammasi yozilsin. Eng ko'p uchraydigan xato yaqin odamga ishonib hujjat olmaslik. Men buni juda ko'p ko'rganman. Nizo ko'pincha begona bilan emas, aynan tanish, qarindosh, qo'shni yoki hamkor bilan chiqadi.
Chunki begona bilan odam ehtiyot bo'ladi. Yaqin odam bilan esa beparvo bo'ladi. Ikkinchi xato pulni bo'lib berib, umumiy hisobni yuritmaslik. Masalan, uy ta'miri uchun ustaga bir safar 5 million, keyin 3 million, keyin yana 7 million beriladi. Oxirida kim qancha olganini hech kim aniq bilmaydi. Shuning uchun har bir to'lovni yozib boring, jadval qiling. Sana, summa, maqsad qoldiq. Uchinchi xato keyin yozamiz deyish. Hujjat pul berilgan vaqtda yoki undan oldin yoziladi. Pul berilgandan keyin sizning pozitsiyangiz zaiflashadi. Qarshi tomon endi hujjat yozishga majbur emas. Shuning uchun avval hujjat, keyin pul. 4-xato. Hujjatni tushunmasdan imzolash. Ba'zan odamlar o'qimay imzo qo'yadi. Keyin shartlar boshqacha ekanini biladi. Har bir bandni o'qing. Tushunmasangiz so'rang, shoshilmang. Katta pul ketayotgan joyda butun daqiqa vaqt tejash uchun yillar davomida afsuslanmang. 5-xato, to'lov maqsadini yashirish. Masalan, soliqdan qochish uchun ijara deb yozmaslik, qarz deb yozmaslik. Bu ertaga o'zingizga zarar bo'ladi. Hujjatning vazifasi haqiqatni ko'rsatish. Haqiqat yozilmasa, hujjat sizni to'liq himoya qilmaydi. Men tavsiya qiladigan eng muhim ish, 1 iyulgacha barcha noaniq to'lovlarni tartibga soling. Qarz bo'lsa, qarz sifatida rasmiylashtiring. Ijara bo'lsa, ijara sifatida yozing. Aliment bo'lsa, aliment deb bankdan o'tkazing. Avans bo'lsa, avans shartlarini belgilang. Mulk bo'yicha to'lov bo'lsa, hujjatsiz qolmang. Eski hisob-kitoblar bo'lsa, dalolatnoma tuzing. Agar qarshi tomon chet elda bo'lsa, yozishma orqali tasdiq oling. Imkon bo'lsa, ishonchnoma yoki elektron hujjat yo'lini ko'ring. Agar odam kasal bo'lsa yoki yoshi katta bo'lsa, masalani cho'zmang. Chunki ertaga merosxo'rlar bilan gaplashishga to'g'ri kelishi mumkin. Merosxo'rlar esa biz bilmaymiz deyishi mumkin. Agar to'lov davlat xizmatlari, jarima, soliq, kommunal qarzdorlik yoki boshqa majburiy to'lov bilan bog'liq bo'lsa, faqat rasmiy kanallar orqali to'lang. Begona odamga men hal qilib beraman deb pul bermang. Davlat xizmatlari markazi, bank, rasmiy ilova yoki tashkilot kassasi orqali to'lang. Chekni saqlang. Pulni berdim, u odam to'lab qo'yishi kerak edi degan gap sizni qarzdorlikdan ozod qilmasligi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi gapning asosiy ma'nosi bitta. Pulni bergan bo'lsangiz, hujjatingiz bo'lsin. Pul olgan bo'lsangiz, majburiyatingiz aniq bo'lsin. 1 iyulgacha vaqt bor ekan, eski hisob-kitoblarni, qarzlarni, ijara to'lovlarini, alimentni, avanslarni, xizmat haqlarini va mulk bo'yicha to'lovlarni tartibga soling. Keyin men bilmagan edim deyish yordam bermaydi. Men sizga ekspert sifatida shuni aytaman. Huquqiy xavfsizlik katta gaplardan emas, oddiy tartibdan boshlanadi. Bank orqali to'lang, izoh yozing, tilxat oling, shartnoma tuzing, chekingizni saqlang. Shubhali holatda mutaxassisga murojaat qiling. Bugun qilingan bitta to'g'ri hujjat ertaga sizni katta zarar, sud, asabiylik va yillar davom etadigan muammolardan saqlab qoladi. Sizda ham shunday holat bo'lganmi? Pul bergansiz, lekin hujjat olmagansiz. Yoki kimdir sizdan pul olib keyin tan olmaganmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan xulosa qilsin. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni hozir bilgan odam o'z pulini, huquqini va tinchligini saqlab qoladi.